Assalomu alaykum ammalaringizga yana bir bor. Bugun 5-aprel 26-yil. Bitta quroq zakasimiz tayyor bo'ldi. Bu zakasimiz nasib etsa Samarqandga chiqib ketadi. O'zimni klientlarimdan har doim o'zimga narsa tiktiradilar. Mana yostiqlarimiz 60 ga 60, ko'pakchalik, ichlari hammasi overloga yopilgan zamoglik. Ko'rpachalarimiz lablubacha bezakchalik. Mana astarini ham ko'rsatib o'taman. Mana shaxmat qilib qavilgan. Mana bemalol qovoqlariga e'tibor beringlar. Eng qizig'i, bu zakazchimizni ismlari Nargiza. Meni ham ismim Nargiza. Kichkina kenjatoy yaqinga farzandlik bo'ldilar. Xudo umri ziyoda qilsin. Ismi Temurbek. Toli chilladan chiqmabdilar. Mani o'g'limni, kichigimni ham ismi Temurbek. Baxtli tasodif. Mani o'g'lim ham 8 oylik. Hozir men sizlarga yig'ma holatlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana aziz opa-singillarim, yig'ma holatlarini ham ko'rib baho beringlar. Mana bu maydachamiz esa o'g'limni adashi Temurbekka yostiqcha sovg'asiga.